Hazır manaka urmatu bizim görüşler. Tikolardan başlayız dağı. Çıngiz aka bu tikor qancha qilib berasiz? Qanchaga berasiz? 95 ga berasiz. Qo'lga tiya turgan jeri. 90 mingga berilgan yo'q. Kim 5 ming qo'shsa berib beradi. Telefon nomeringiz qancha? 507 menen 29 19 29. Lanjirondori qanday ekan? So'kalar бүтін o'xshaydi, ha? Ko'rinishdan. Lanjiron bizada kichilar jasalgan. Mana aka, tashqi ko'rinishi negizi tegiz ekan, ha? Hech qanday bir urilgan emas mashina ekan, ha? Kelbeti toza. Jiltirab turishini qarang. Mana aka dag'i bir oq Tiko 170 ming so'm deydi. Hozir sizlarga borib ko'rgizaylik, mexanika deydi. Telefon nomerini ko'rdingizlar. Qancha Tiko bor sizlardan? Puli qancha bunun? Satıldı. Qanchaga ketdi? 90 ga. Maşallah. Yaxshi bo'libdir. Zo'r bo'libdir mana aka. 90 mingga o'shul Tiko sotilibdir. Mana aka bu Tiko sotiladi puldagi. Bahsi qancha bunun? 130 ming so'm. O'shul nomerga zo'ra qilar edi, 96-yil ekan. İçini da bir tartib qo'yaylik. Prostoy komplektatsiya. Duyğandı maşinasi o'xshaydi, ha? Duyğandı maşinasi o'xshaydi. Uşul iki Tiko da sizga qaraydi. Shunday desa ham bo'ladi. Ha. Bu puli qancha bulardan? Mana bu puli qancha? 110 ming so'm. Kami bor-ku? Bor. Pulchi? 130 ming so'm. Bo'ldi. Ayting telefon nomeringiz qancha? 20 menen 0220 0220 menen 241 509. 241 509. O'shol nomerga zona qilsangizlar bo'ladi. Bizning Qizilka shahrida turadi bu mashinalar. Mana aka, hurmatli ko'rishlar, dag'i bir Tikoni tartib o'tamiz sizlarga 150 ming so'm deydi. 1997-yilgi mana aka. Sizlarga qaramay bu Tiko. Tayyorgina. Egasi yo'q ekan mana aka, ichini da tartib qo'yaveraylik. O'ta yaxshi jasalgan, yaxshi Tiko ekan negizi. Ichida, tishidagi mana aka. Mana aka bu yerda da bir Tikolar tartib o'taylik. Aka Tikon boz qancha? 150. 150 ming so'm, kami bor. Hozir bu Tikoni da so'rab ko'raylik. Puli qancha buni taqsir? Bu 130 yaxshilab bir tartinchi mashinalari bizni 130 ming so'm. Kami bor-ku? Bor kam. Qaysi kanal aka? Qisqa xabar. Qisqa xabar. Bizga YouTube'dan, TikTok'dan, Instagram, Facebook bardan ko'rasizlar. Bizga qatalganni unutmangizlar. Mana aka. Buni qancha qilib berasiz bola turgan yerini? Buni bola turgan yeri sizlar o'zaga kami bor qilib. Qancha 150 keldingizmi? 130. 130 ming so'm kemi bor mana aka. Mana aka, bu Tikoni qanchada otasiz? 115. Motor korobkalari yaxshimi? Yaxshi. 115 ming so'm mana aka. Arzonda berasiz mana kami bormi? Tushirib berasiz. Mana aka telefon nomerlari, ha? Biz hozir Qizilka mashina bozorida yuramiz. Handikdan o'shul nomerlarga zona qilsangizlar bo'ladi. Bizning kanalga qatalgan hurmatli ko'ruvchilar, unutmangizlar. Sizlar so'ragan har bir mashinalarni buyursa tartib chiqarib chiqamiz. Mana Tiko lavozimda, men Tiko. Tiko ko'rib yurasizmi? Ha, ko'rdim. Menda qumlaydi bo'ladi, o'shqa sotgan ketdi bo'lam. Mana shular yaxshi. Tikolar arzon ekan, qimmat ekan Qizilka mashina bozorida. Yo'q, yaxshilar. Yaxshilar. Matijama qiladigan. Tiko yaxshi. Normalda Tiko. Chasiyana qarab bo'ladi. Ha, bo'ldi mana aka. Demak, olsa bo'ladi-kan Qizilkadan.
Aka 95-yil ekan. Uşol nomerlerge zona qilaverasizlar. Hozir ichini da tartib ko'rgizayli. Aka prostoy komplektatsiya. Uşol. Bunun puli qancha ekan? 130. 130 ming so'm. Kami bormi? Bor. Chekda olib turganda nomeringiz chiqmay qoldi. Baho bo'lib ketdi da tipa. Ana ekan. Benzin qimmatlagan molda mana aytib qo'ysaganlar. Qizilkada arzon ekan. Bo'ldi mana ekan. Qilayin deb keyin o'yladim. Bu tiko qancha bo'ldi ekan? 47 ga sotildi. 47 ga? Assalomu alaykum, xalash, sizlar yaxshi. 47 mingga sotildi o'shanda? Mana ekan, 47 mingga sotildi. Mana ekan, ushul yoki o'xshash tikodagi mana ekan bir odamni o'xshaydi, qana hozir. Kimga qaraydi? Bu tikolar kimga qaraydi? Bilmaysizlarmi? 90 ming so'm deydi mana ekan, telefon nomerini ko'rib o'tasizlar. Hozir bunisidan ko'raylik mana ekan. Sirtqi kelbetni o'zingizlar ko'rib turasizlar negizi. Mana aka variantga izlaganlar, mana aka o'shul nomerlarga zona qilib variantga so'rab ko'ringizlar. Mana bu yerda da bir oq tikon tartib o'tamiz hozir. Bu tikoni bosi qancha? 120 mi? 110 ming so'm kami bor. Boqilni o'tav qancha bo'ldi? 85 mingga berib berishadi mana aka. Tikoning ko'rinishidan yaxshi ekan bu. Nelerni jasash kerak? Qatligini almashtirish kerak bo'ldi. Prostoy komplektatsiya mana ishlari. Mana aka bu yerda dag'i o'shunday sizlar so'ragan arzon mashinalar buyursa mana aka 80 ming so'm deydi.